O'rtoqlar, sotuvchilar ham zerikib chekilib, borini aytaman, kami pami yo'q. Oxirgi narxlar bilan obzorda ko'ramiz, xudo xolisa. Bu ham yangi tayyorlangan, a? Bu ham yangi tayyorlangan. O'rtoqlar, hayfeni kesib tayyorlangan. Ko'ringlar, salonlari ham ideal. Hamma yo'g'i cho'tkiga, xudo xolisa, obzorlar boshlayveramiz. Mana cho'zib o'tirib, qiziqdingiz. Qani bo'ladigan ish bilan qilib beramiz. 38 ga beramiz. 3800 bersin, minib ketsin. Xohlasa uni tanlasin, xohlasa buni tanlayveradi. Boshlayveramiz, ha. Yili necha usta? 2007-yil. Ikkovi ham shunaqami? 2007-yil o'rtoqlar mana hayfe stanlov rangda. Bu ham yaqinda tayyorlanibdi shekilli. Balonlar yangi ekan, a. Balonlari zo'r mana ko'ringlar. Salonlari ham cho'tka qilib, lisian stilda qilib, apelsinda qilib, chiroyli qilib qilingan ekan o'rtoqlar. Mana, xo'p, mana bu yog'ini ko'ringlar. Bort 270 bo'ladi. Usilini qilingan. Demak, 1,5 tonnaga xudo xolasa xotirjam ekan o'rtoqlar. Netanchi propanmi yo? Propan ikkitasi ham. Ikkovi ham propan. Nechtalik bo'ladi bu? 50 litrli propan ikkovi ham deyaptilar. Qancha yuradi shunga? 550 600 yuradi, aka. Ho. Toshkentga borib kelaverar ekanda. O'rtoqlar, men ko'ringlar, berib oldi, qiynalmaydimi? 1 tonna bilan ket. Qarang, 1 tonnaga berib oldi, nima bo'lar ekan? Ya 1 tonnadan ozroq yuklamiki? Endi biz bilasiz, yuk. Motor qizib ketmasmi ekan? Yo'q, xudo xolos qizimaydi. Qizimaydi. Endi yuk tashiydiganlar biladi, buni sizlar ustasizlar. Biz ustamiz. Ha. Tushunarli. Xo'p. Mana bismillah, buni ham boshlayveraylik. Bu ham bir ikkovi ham, ha? Yasal ishlari ham mana ko'rib turibsizlar. Bu ham 270 propan, ha? Mana. Mana oqi. Endi chiqadi ikkovi ham, xudo xolos. Qarang, motor, hadovoy, korobkalar ishi yo'q, ha? Xudo xolasa. Ha, buni salonni mana ko'ringlar, buni divaydi qilib yuborishibdi. Ko'ringlar. 3800 ga kim olsa mana sotdim deyaptilar. Ikkovidan tanlayverasiz 3800 dan. O'tgan safar 4,5 ming dedilarmi? 4,5 yo deyishaytirdi, mana 3800 ekan oxiri. Telefon raqam. Bu ikkovi ikki kishiniki, menimcha. Ha, ikki kishiniki. Buni nomerini alohida bering. 93lik. 93lik 778 778 59 20. 59 20. İsimlari kim? Bismillah. Ismingiz nima? Ha, bo'pti. O'sha hayfechi aka. Bunisi bo'ch. Aha. 94lik. 94 o'rtada oq kerak bo'lsa 94lik, hop. 099 099 95 19. Buni ismlarichi? Akmal. Akmalxon deylar. O'rta qarang, endi bu egalari boshqa, mana undan so'raylik. 2000 pulim bo'lsa variant qilib berasizmi? Yo'q. Ha. Naqdga. Bo'ldi. Ko'ryapsiz-ku, 38 ga oxir beradi. Dokumentda muammo bo'lmaydimi? Muammosi yo'q. Gen so'rasachi? Gen chiqadi. Gap yo'q. Olinglar o'rtoqlar, mana arzonlab ketibdi, bozoringlar bersin-a. Xo'p, mana bu yerda oppoq bor ekan. Bu ishlab turgan shekilli. Kimdan ekan bu? Sizdan. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiniz? O'zingiznikimi aka bu? Dehqonlardan ekan o'rtoqlar. Siz ham menimcha yengilroq qilib bersangiz kerak narxda aka. Yili nechi buni? Bu ham kesib tayyorlangan. Necha yil bo'ldi tayyorlangani aka? Qancha mindingiz? 1 yil mindim deyapti. Yaxshi. Motorlarda nima ishi bor? Qarang, aytganingizdek, nechtalik motor bo'ladi? 52 talik. Ikkovi ham. Bu ham 52 talik. Hammasi 52 talik motor. Rasxot yo'qmi usta? Rasxot yo'q deyaptilar. Endi o'rtoqlar kesib tayyorlangan, kraskasi endi bo'ladi. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Mana salonlarimiz, linoleum chexollar ham yo'q. Yaxshi. Xo'p, pultlari bor, suvdatchilar qo'yib qo'yishibdi, mana tayyor, xudo xolasa. Bu ham 270 usta. 270 bo'ladi. Bu metan, propan. Metani ham bor, propani ham bor, benzini ham bor. Ye gap, universal ekanda. Qishda ham yuraveramiz degani shumi? Yaxshi. Aka, mana o'zingiz qayerda nima nuqsoni bor aka? Aytavering. Soni yo'q, faqat olib minadigan xolos. Minadigan, ha? Qayerdansiz aka? Chustdan. Ha, chustliklar bormi? Ko'ringlarchi, aka bir yengilroq qilib ayting, sotilib ketsin, xudo xolasa aka. 4000 deyman, kelishtirib beraman.
Qiladigan odam bo'lsa, generalni ham bo'laveradi. Aformi ham bo'laveradi. Xo'p, aka. Endi kam bu, mo'ljal qancha? 3,5 pas bittan bitmaydi aka, dangal. Shuni işte. Endi to'g'risi aka, men hozir 3800 dan obzor qildim, yangi tayyorlagan. Endi siz 4000 deyapsiz. Shunga aytyapman aka. Kami bor deyapsiz-ku. 3,5 yo bitarmi, bitmaydimi? Bitiramiz a. Men qarang 2000 pulim bo'lsa-chi. Hozir kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Bering telefon raqam. 50lik 50lik 587 587 55 88. 55 88. Ismingiz nima aka? Orifjon. Orifjon akadan murojaat qilinglar. Dokumentlar joyida, gen chiqadi, xudo xolasa. Aka, mashina ходовой, moz, korobka kamchilik yo'q-a? Hammasini qilib qo'ygan, motorligacha qilib qo'ygan. Xudo aka, bozoringlar bersin. Rahmat. Kim, sizdanmi? Changanmi? Bo'ldi aka, ket. Ha, changan. Mana shu qo'yib orada turib qol. Assalomu alaykum. Ismsiz o'ziznikimi yo tirikchilikmi aka? O'zimdagi o'zim nom dehqon. Ha, dehqonlardan mana o'rtoqlar. 14-yil prostoy dubl salon aka? Yo, lyuks. Ha, lyuksda konditsioner ishlarmikin? Konditsioner ishlamaydi, mayli juda kam bor, qilsa ishlaydi. Ha, konditsioner ichi rasxoti bor ekan, qilsa ishlar ekan, lekin lyuks oynalar elektronli, ha? Rullari yumshoq. Kraska qanaqa usta? Kraska ana pardozga sepilgan, buni olib minmadik. Endi sotmoqchimiz, o'zimiz boshqacha qilyapmiz shu. Qarang, endi buni sotib olishingizda o'sha dumalagan, urilgan, kaltagi yo'qmi-ki? Anaqasiga pardozga qilingan degan o'zi ko'rinidan turmaydi. Aha. Zanglaydi boshqa bo'ladi, o kirilon ichiladi. Qancha yurganmiz aka bunda? Hozir 314 ming. 314 ming probek. Ha. O'zimiz ishlarga aylantirib olaveradi ichlarini ham. Bo'ldi. 69 talik, ha? Rasxot yo'qmi-kin aka? Galovkalarni yaqinda qildirib qo'ydik salonni. Qayerdan oldingiz aka? Shu masjiddan nima? Saydan olgansiz. Tarpetkalari ham boshqacha ekan mana. Lyuksda o'rtoqlar maza qilib minaverasizlar xudo xolasa. Yana orqalari. Dubl salon qulayda. Oilaviy ham ketaverasizlar. Yukni ham yuklayverasizlar. Yangi balonlar qo'yibdilar. Ana 65 talik metal. Xudo xolasa aka kamchilik yo'q-a? 2 metr bo'ladi. 2 metr. 1.60 bo'ladimi endi? Shunaqamidi? Unisini aniq bilmayman. Xullas 1.55 ya 1.60 bo'ladi. O'rtoqlar tayyor ekan. Mana buni juda aylantirib chuqalashni hojati yo'q. Tayyor narsa. Aka bir kelishtirib mo'ljalga xohlasangiz oxirini aytavering, internetda ko'rasiz. Shunga qarab narx telefon qiladi aka. 6800 deb turibmiz, kelishamiz sunnatiga. Sunnatigami? Sunnatiga Aka, kelishamiz. shtir puli bo'lsa, masalan 6 yo'q bitami bitmaydimi aka? Yo'q, teparoqda aka. Bunaqa teparoqda gaplashamiz yag'in aka. Endi bir orientirab bering, 6 bilan 6,5 orasida bitami bitmaydimi? 6,5 da atrofida bitta. Bo'ldi, tushunarli. O'rtoqlar 6,5 deb holati yaxshi rasxod qildim aka, galovkasi ozgina qaynab qolgandi, bir klatkasini bosib remont qildirib qo'ydim. Yana ham ochib olib turib ham rasxod qildingiz, ha? Faqat rasxod qilyapman. Yashib kam ko'zlari bor. O'zimga moslab minmoqchi edim. Bu bo'ldi, minmaydigan bo'lib, endi uyda boshqa mashina bor, shuning uchun turmasin deb. Plan o'zgarib qolgan, bo'ldi. O'zgardi. Bering telefon raqam aka. 50lik 50lik 887 887 80 80 20. 20. Ismingiz? Ismim Davronbek. Davronbek aka, buni o'tkazib oladimi yo gen qilib oladimi? Buni ham sharoitiga qarab gaplashamiz, ha? Uni ustiga oloni. Atak dokument. Sharoitiga qarab turib, dokumentda muammo yo'q, ha? Bozoringlar bersin aka. Ha, charchamanglar. Tak, ana bu yerda, ha. 1 2 3 ta 4 ta ham sizdanmi usta? Ha, qo'yar shunda. Xolasanglar, Hayfe mana tayyorlangan, xolasanglar changan tayyorlangan, ha? Buni yili nechi buni? Hammasi 2007. Hammasi ham? Ha. Bundan boshlaylik, ha? Bundan boshlab bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Razmeri ham bir xilmi kuzovini? 270ligi bor, 280ligi bor, 2,5 metrligi bor. Xo'p, bu hammasi yaqinda yasalganmi-ki? Yo ishlab turgani ham bormi? Mana bittasi bor. Qaysi biri? Bo'ldi. Mana o'rtoqlar bir boshdan mana shuni boshda salonlari chiroyli qilingan. 52 tami ham? 52 talik motor. Aka, bittada hammasini so'ray, moz, korobka, motorlarda hammasi ishi yo'q-a? Bu 270 ga 1,5 mi nechi bo'ladi? 1,5 270. Ana. Metani bor, nechta bu aka? 65 ta. Qancha yuradi shunga?
200 üstü kerak. 200. Yo'lda bir yurib ko'rmadik. Ekonomiklik. Zokum Tushunam. 200 yozgan akasini ham. Buni oxiri narxni aytavering aka. Tangel tars aytib ketaylik. Gen chiqadi. Chiqadi, ha. Aha. Buni 4500 ga beradi, do'q. Turi 3 ga oxiri qilib beramiz. Tushunarli. Hop, buchi. Bu changan, ha? Nechilik bu? 270. 270 ham bu ham, ha? Metallar bu propan shekilli. Propan. Propan bu. Propan endi. Nechtalik bu propan aka? Bu 48 talik. Bunaqa 48 talik. Mavodali xetpet chiqmaydi. Yo'q, unaqa. Mashina bu chiqadi. Balonlar zo'r ekan aka. Ha, tayyor, yangi. Ramalar uselet qilingan usta. Salonlari ham mana yangi tayyorlangan ekan o'rtoqlar, ko'ringlar. Ichlari ham chiroyli, akkuratni, moshni qilib erinmasdan qiladi-da bu ustalar, ha. Gap yo'q. Bu ham 52 talik. Bu ham 52 ta. Zapchastlarda muammo yo'q. Buni qanchaga beramiz? 5 ming o'zmoq beradi. 5 kam bor ekan o'rtoqlar, mana ko'ringlar. Xo'p, mana bu. Bu yurib turgan dedingiz, ha? 2,5 metr. Bu kaltaroq ekan. Kaltaroq. Balonlar yaxshi ekan mana o'rtoqlar. Yangi qo'yibsiz-a? Yangi balonlar. Bu 2,5 metrli. Mana listlar qilingan, tayyor ekan. Olib turib, u qilishim kerak, bu qilishim kerak deb o'tirmaysizlar. Metanmi bu? Metan. Bu ham nechtadan nechta? 30 tadan 2 tami usta? Ha, shunaqa. 150, 180 gacha yurar. Yura 200 kilometr yuradi ashkilasi. Buni qancha qilib berasiz orzu mana? Oxirini aytavering, ha. 3000 ga ekan o'rtoqlar mana. 3000 larga mashina bormi, yuk mashina deganlarga hozir telefon raqamlarini beraman. Mana shunday obzor qilib yuboray. Tak, buchi bu? Bu 60 ta buniki. Buniki 52 ta emas, 60 ta ekan o'rtoqlar. 280 uzunroq. 280 uzunroq, demak kattaroq, ko'proq yuk olaveradi. Motor ham kuchliroq ekan. Bu ham kesib tayyorlangan aka. Aha, rasxodlar yo'q aka. Yo'q, Baloni ham katta shekilli uni. ha. O'rtoqlar, nechilik ekan bu balon? 14 ekan, yaxshi. Xo'p, bu ham yaqinda yasalgan, ha? Afshifkalar. Mana. Ko'ringlar. 280 shu, ha? 280. Eng uzunida mana o'rtoqlar. Chiroyli ekan bu ham. Hammasi gen, aformut, liboy dokument bo'ladi. Kamchilik yo'q hammasida, shunda xolasa. Tayyor bunish. Bo'ladigan narxda ayting aka bunga. Sotilib ketsa. 5 ming ozmoq shu beradi. Bu ham 5 kam bor ekan. Xo'p, aka bir sizlarda imkoni bo'lsa kerak, 2000 pulim bor, nima qilamiz? Namanganliklarga bo'lsa kelishamiz. Ha. Boshqa viloyatga yo'q. Nimaga yo'q? Bu qiyin ketyapti. Oraliq, masofa uzoq, misol muddat kelganda telefon qilsangiz, kimnidir kasalib bo'ladi, telefon o'chiq bo'ladi-da. Pul olish qiyin bo'lib ketdi akadek. Namanganga bo'lsa, liboy eliga yo'yiga beradi. Rosa qilaveramiz. Xo'p, telefon raqam beraverasiz aka. 93lik 100 77 77 74 177 74. Ismingiz? Ilyos. Ilyosxon aka deylar. Bozoringlar bersin aka. Rahmat. Yana bor beramiz.